ibn Umar radhiyallohu anhu bozorga kirdilar. Hech narsa sotib olmadilar, hech narsa qilmadilar. Katta-yu kichikni hammani ko'rganda assalomu alaykum deb chiqib ketdilar. Atrofdagilar so'radilarki: "Ya ibn Umar radhiyallohu anhuma, siz bozorga kirib hech narsa xarid qilmadingiz, lekin kirib chiqdingiz" deyodilar. "Men odamlarga salom berdim" dedilar. "Salom uchun kirdim, har bir salomim uchun ajr olaman" degan ma'noda salom berdilar. Mana shu salomni bizni ajdodlarimiz hatto sobiq ittifoq davrida, din bu afindur degan davrda ham salomni saqlab qolishdi. Endi hozir alhamdulillah diniy erkinlik, hurriyat davrida biz bu salomni yo'qotmasligimiz kerak. Bolalarimizga nafaqatgina assalomu alaykumda aytishlikda, balki buni mohiyatini o'rgataylik. Agarki azizlar, butun dunyodagi musulmonlar assalomu alaykum degan so'zni zamirida sizga tinchlik so'rayman, siz meni qo'limdan ham tilimdan ham omondasiz degan ma'nosini bilib, mana shunga muvofiq agar amalda bo'lganda edi, birorta eshigimizga qulf tushmagan, birorta insonning qalbida xavf bo'lmagan bo'lardi.